Hozirgi yosh oilalarni eng ko'p qilayotgan xatosini hozir aytib o'taman. Hozirgi yigitlarda uylangan bo'lsa ham, uylanmagan bo'lsa ham 2-3 gacham yotmasdan yurish odat tusiga kirib qolgan. Bu degani kechga yotmadi, demak stressiy gormonlar oshdi degani. Prolaktin, kortizol oshsa agar stressiy gormonlar qondagi erkaklarda testosteronni miqdorini pasaytirib, spermagenezni buzilishiga olib keladi va bu o'z navbatida bepushtlikkacha olib kelishi mumkin. Xuddi shunday qizlarimizda ham kech yotadi, erta turishi kerak, o'qiydigani bor, ishlaydigani bor, qaynota qaynona xizmatlarini qilishi kerak. Bu ham o'z navbatida stressiy gormonlarni ko'tarib, ovulyatsiyani bloklaydi va biz oddiy deb o'ylagan narsalarimiz farzand ko'rishni ortga surishi mumkin. Shuning uchun oddiy sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishni yoshlarga maslahat berardim.